juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqaradigan 4 ta sababi bor. Birinchi sababi insonning immuniteti pasayib qolishi, organizm kuchsizlanib qoladi. Ana shu kuchsizlanib qolganda birorta zaif a'zo o'z vazifasini bajara olmay qolishi oqibatida o'sha a'zoda hosil bo'lgan nosog'lom holatni biz kasallik deymiz. O'sha kasallik bemorni qiynaveradi. Biz bemorni o'sha a'zosini immunitetini ko'tarishimiz uchun butun vujudni immunitetini oshirishimiz kerak. Shundagina o'sha a'zoning ham immuniteti kuchayib, o'sha a'zodagi o'sha nosog'lomlik holati yo'qoladi, ya'ni sog'lomlik holati tiklanadi. Qisqadan qissa ba'zi bir surunkali kasalliklar bor, tuzalolmay yurgan. Ana o'shalarning ham immuniteti past yoki bo'lmasa o'sha a'zoni o'zini immuniteti pasayib qolishi oqibatida o'sha a'zo yaxshi ishlalmayapti. Bu o'sha kasalliklarni bitta sababi bo'layotgan bo'lsa, yana ikkinchi bitta sababi qonni quyilib ketishi. Ko'p kasalliklarda qonni quyilib ketishi oqibatida to'qimalarda modda almashinuvi suslashib qoladi-da, keyin ming dori-darmon bersangiz ham o'sha yerda modda almashinuvini organizm ming xohlasa ham qon quyuqligi uchun modda almashinuvi me'yoriga yetmaydi-da, o'sha a'zo sog'aya olmaydi. Yoki sog'aysa ham vaqtinchalik sog'ayib, yana kasal bo'lib qolaveradi. Qonni quyilib ketishi oqibatida o'sha to'qimalardan yurak bechora qonni o'tkazaman deb harakat qilaveradi-da, yurak ham zo'riqadi. Yurakda qon bosim oshib ketish kasalligi, taxikardiya, bradikardiya shunaqa narsalar yuzaga kelib qolib, bemorni qiynaveradi. Yana boshqa kasalliklar ham kelib chiqaveradi. Mana hozir men sizga birinchi sababi immunitet, ikkinchi kasalligi qonni quyilib ketishi, uchinchisi nima? Uchinchisi insonning miyasini quvvati kamayib qolishi. Miya kuchsiz bo'lib qolsa, o'z vazifasini, eng asosiy vazifasi butun ichki a'zolarni, butun organizmni boshqarishda miyaning vazifasi. Ana o'sha boshqarish vazifasini bajara olmagandan keyin inson qaysi bir a'zoni yaxshi boshqara olmasa, o'sha a'zoda kasallikni sezadi, kasallik oqibatida u qiynaladi. Oqibatda qarabsizki, o'sha miyani quvvatini oshirmaguncha bemor sog'aya olmaydi. Hurmatli bemorlar, mana hozir sizga men qonni quyilib ketishi, immunitetni pasayishi hamda miyani kuchi kamayib qolishi to'g'risida men sizga tushuntirib berdim. Yana bittasi muskullarni tirishib qolishi. Ya'ni muskullarda spazm paydo bo'lib qoladi-da. Misol uchun umurtqani atrofidagi muskullarda spazm paydo bo'lib qolsa, umurtqa og'rig'i yoki churra kasalligi, spazm paydo bo'lgandan keyin og'riq paydo bo'lgandan keyin og'rigan sari spazm kuchayib boraveradi-da. Mana shu churra kasalligini keltirib chiqaradi. Qo'l oyoqlarda muskullarda spazm bo'lib qolsa, qo'l oyoqlar og'riyotgan bo'lib qoladi. Yoki ko'z muskullarida spazmlar bo'lib qolsa, ko'zda kasalliklar kelib chiqadi. Yurak muskullarida spazmlar bo'lib qolishi mumkin. Qon tomir muskullarida spazmlar bo'lib qolishi mumkin. Mana shu spazm o'zbekchasiga tirishish degan bo'lsak, muskullar tirishib qolsa, u nima uchun tirishdi degan sababini topsaylik, sababini bartaraf qilsak, tirishib qolgan muskullar o'zini o'zi qo'yib yuboradi. Oqibatda qarabsizki, kasallik o'zidan o'zi yo'q bo'lib qoladi. Bemor kasallikdan forig' bo'ladi. Mana 4 ta narsani sizga aytib berdim. Immunitetni pasayib qolishi, qonni quyilishi, hamda miyaning kuchsizlanishi, muskullarni tirishib qolishi. Mana shu 4 ta sababi juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqaradi yoki bo'lsa juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqargan sababi mana shu 4 tadan bittasi bo'lishi mumkin yoki ikkitasi bo'lishi mumkin. Qarabsizki, mana shu narsalarni bartaraf qilsa, bemor sog'ayib ketaveradi. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling.